Ko'pchilik kutgan YouTube islom videosi nihoyat chiqdi. Buni o'rnatish uchun videoni oxirigacha ko'rib, shu videoga like bosishni unutmanglar. Biz esa videoni boshladik. Hammaga xayr do'stlar, bilan Sonic PUBG kanali do'stlar. Bugungi video roligimizda ko'pchilikni qiziqtirgan va kuttirgan YouTube islomni o'rnatish haqida bo'ladi. Do'stlar, esinglarda bo'lsa, bo'ldi oldingi videomizda 1000 ta like bo'lsa o'rnatish videosini chiqaraman degandim. 1000 ta like bo'pti, lekin ayrim sabablarga ko'ra chiqara olmadim. Sabablarni video davomida aytib o'taman. Tayyor bo'lsangiz, biz videoni boshladik. Do'stlar, birinchi navbatda bizning Telegram kanaliga kirib olasizlar. Telegram kanal silkasi video ostida bo'ladi. Burga kirgandan keyin qidirish bo'limidan YouTube islom deb qidirsanglar, mana shuni kelib chiqadi. 2.0 versiya YouTube islom. Buni skachat qilamiz va bizga Media Manager dasturi kerak bo'ladi. Va bunga kirib olamiz. Kirganimizda bizga Android kerak bo'ladi. Kiramiz va bunda OBB'ga kiramiz. Va bu ikkinchisini ustiga bosib turamiz. Content ID degan joyni. Oxiriga bir qo'yib qo'yamiz, yo'qolib ketmasligi uchun. Va bundan so'ng Androidga kiramiz, dataga kiramiz. Va bu yerda ham PUBG Mobile papkasi bor, mana rasmi turibdi o'zi. Shuni ustiga bosib turamiz va qalamchani ustiga bosamiz. Oxiriga bir raqamni qo'yib qo'yamiz. Qoldi, okey. Va bo'ldi, bu yerdan chiqib o'zimiz ishlatayotgan PUBG'ni o'chirib yuboramiz. Va endi haliga skachat qilganimizda uстановка qilib olishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, agar bu chip sizda ishlamasa, lekin xafa bo'lish yo'q, chunki bu ko'pchilikda ishlamadi. Va mana do'stlar, skachat qilindi, ya'ni uстановка qilindi, mana ko'rishlar mumkin. Bunga kirishga shoshilmaymiz, ya'ni Media Managerga qaytib kiramiz. Endi haliga oxiriga bir qo'yib qo'ygan papkamizni ustiga bosib turamiz, qalamchani ustiga bosamiz va birni o'chiramiz. Okey. O'chiramiz. Bu yerda ham mana bu bir qo'yib qo'ygan raqamimizni o'chirib qo'yamiz. Asl holiga qaytarib qo'yamiz. Okey, va bo'ldi. Endi bemalol PUBG'ga kirishimiz mumkin. Tak, hozir YouTube'ni men to'liq ekranni ko'rsatmayman, chunki videolarimni shuning uchun men ko'rishlar mumkin prosta. Va do'stlar, bu YouTube islom kimda ishlasa ishladi deb kommentariyaga yozib qoldiringlar. Chunki bu ko'pchilikda ishlamagani sababli video chiqishi qiyinlashgan, ya'ni yechimini qidirishga harakat qildim, lekin topolmadim.